Chimganda qanaqa kuch-quvvati borligini bilamiz. Shuning uchun shunga keldik. Assalomu alaykum Davlatbek, yaxshimiz? Sog'ligingiz, xayrlar bilan aka. Xayrlar yaxshi o'tkazib. Assalomu alaykum Chimgan muxlislari. Mana bugun akamiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan 304 traktorimiz xarid qilgani keluvdi. Aka, shu endi mana 304 traktor xarid qildingiz. Tabriklaymiz, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Endi ozgina o'zingizni shaxsiy fikringizni bildirib o'tasiz aka. Biz qishloq xo'jaligi bilan shuna dehqonchiliklar bilan shug'ullanamiz. Bizga bu texnikalar juda zarur bo'ladi. Shu ko'rganimiz uchun, bunga talab bo'lgani uchun keldik. Buni ishlarini, Chimganda qanaqa kuch-quvvati borligini bilamiz. Shuning uchun shunga keldik. Shu Quvadan Dostonbek aka bizga tavsiya berdi. Shu ishlashlariga, garantiyalariga sizlarga ham tavsiya beramiz. Kelib shundan olishlaringizni hozirgi kunlarda ancha chegirma bo'lyapti. Hammaga tavsiya beraman shundan olishga. Juda texnik holatlari ham, garantiyalari ham juda go'zal, juda chiroyli. Hammalaringizga tavsiya qilamiz. Aka, yaxshi kunlarda meni, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xizmat bo'lsa, aloqadamiz doim aka. Qo'limiz ko'ksimizda bemalol aloqaga chiqaverasiz aka. Sog' bo'ling.